Alloh azza va jalla o'lim farishtasiga nido qiladi. Kim qoldi ey o'lim farishtasi? U javob beradi: Jabroil qoldi, Mikoil va Isrofil. Va men sening ojiz quling. Vafot etmagan faqatgina 4 farishta qoldi. Va Alloh o'lim farishtasiga aytadi: ularning jonlarini ol. Va Jabroil, Mikoil, Isrofil ham vafot etishadi. Keyin Alloh o'lim farishtasidan so'raydi: kim qoldi? U esa faqatgina men sening ojiz quling, Allohingga o'l deydi. Va u o'ladi. Alloh tabaraka va taolo 7 ulkan osmonlarni o'zining o'ng qo'li bilan ushlaydi. Keyin ularni 3 marotaba silkaydi va har safar bugun mulk kimga tegishli? Bugun mulk kimga tegishli? Bugun mulk kimga tegishli deb so'raydi. Hech kim javob bermaydi. Va u o'ziga o'zi javob beradi: yagona va qahhor bo'lgan Allohga tegishli. Shunday qilib bu dunyoning barchasi tugaydi. Faqatgina Alloh qoladi. Barcha narsa tirik bo'lishdan oldin tirik bo'lgan. Barcha tirik bo'lishdan keyin ham tirik bo'lgan. U tirik va qayyumdir. Uni mudroq ham, uyqu ham olmas. Al-Vahid qoladi, yagona, Al-Ahad, Al-Malik, barcha narsaning bitta-yu bitta egasi. Bu haqga iymon keltirganingdan so'ng men senga muhim savol beraman. Bu zotning sening qalbingdagi o'rni qancha? Uning buyruqlarini qalbingda ulug'laysanmi? Uning taqiqlarini qalbingda hurmat qilasanmi? Allohning yuzidan boshqa hamma halok bo'ladi. Shunday ekan qalbingda Allohni ulug'layapsan. Aynan mana shu yerda iymon hayotingga ta'sirini ko'rsatish kerak. Mana shu talab qilingan narsa. Shunchaki tarixni bilishing kerak emas. Sen Allohning hukmdorligidan boshqa hukmdorlik yo'qligini bilishing kerak. Shunday qilib biz Allohning qullarimiz. Allohsiz bizning hech qanday kuch-qudratimiz yo'q. Va Allohning o'zidan boshqa uning qahridan qochadigan joyimiz yo'q.